axborot hamkorimiz Ishonch telekanali kompaniyasi o'yinlarimizni to'liq formatda yozib olib, Ishonch telekanali orqali efirga uzatadilar. Siz Ishonch kanalini YouTube, Telegram, IT va Mediabay platformalarida butun dunyo bo'ylab tomosha qilishingiz mumkin. Juda a'lo darajada, ayniqsa QVZ 4-guruh ideal jamoasi yaxshi zo'r. Qashqadaryoda mehmon kelganmiz. Judayam qiziq. Hamma universitetlarni komandalar zo'r chiqishyapti. O'yin juda ham ko'tarinki ruhda o'tyapti. Jamoalar zo'r tayyorlanishdi, gapirish mumkin emas. O'zim ham Denovda komandasidan chiqdim. Nasib ko'ramiz qani, davom qilib kelayotgan. Xudoparvar sportlarni Ishonch TVda tomosha qiling. Super. Jamoa g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz? Nasib bo'lsa biz birinchi o'rinda olamiz, ishonamiz. Jamoalarning chiqishlari sizga yoqyaptimi boshqa jamoalarniki? Boshqa jamoalar ham yoqyapti. Past ko'rish yo'q bizda. Xudo xohlasa biz birda olamiz baribir. Assalomu alaykum. Biz aynan Voha ligasi yarim finalida qatnashib turibmiz. Jamoamiz bilan jamoamiz Yoshlar jamoasi Urganch universitetini. Biz ham yomon tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q. Qo'ldan kelgancha birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Nasib bo'lsa, olamiz birinchi o'rinni. Buxoro davlat universitetining 100% buxta jamoasida. O'yin qanday ketyapti jamoa? Zo'r, rostdan maza qilib o'ynayapmiz. Chotki. Boshqa jamoalar chiqishlari ham sizga yoqyaptimi? Ha, hammalari jigarlarimiz biz bilan birga Premyer Ligada, Oliy Ligada o'ynab yurgan bolalar hammasi bilan svязimiz yaxshi, zo'r, do'stona oqibatimizga ko'z tegmasa, hamma jamoalarga omad tilab qolamiz. Qolganni kadrlarni oxiriga qo'yib beraman nima bo'lsa.